Assalamu alaykum Xo'jayli makler ko'rarmanlari. Bu tarafimiz bozor. Gujum çayxana. Gujum dese hamma biladi. Bu tarafimiz bo'lsa Axın Babayevga ketadigan yo'limiz. O'sha Gujumda 5-ko'chada uyimiz sotuvga qo'yilib o'tir. O'sha Gujum çayxanadan kele bersek, turimizdagi ko'chaning oxirida joylashgan. O'sha 12 sotik ulkan yer maydonda izlab yurganlarga jiberaylik. Vaqasin videoni azmas ko'ring. Uyimizning sirtqi ko'rinsa. O'sha yerdan darvozadan kirsak, kirgan joyimizni ko'rdingiz. Zaborlangan 12 sotik polniy zaborlangan. Letniy tapshani var. Отдельный sirtda banyasi var ekan. Bu tarafta, atı tarafta bağı var deydi. Uyimizning aslamay kire bersa o'sha yerda. Bismillahirrahmanirrahim. Kirgan yerimiz ko'rdingiz. Remontlari chotki. Kirgan joyimizda, sheb joyimizda kotyoli var. Ekonomichniy kotyoldan qo'yilgan, limitdan o'tmaydi. Rakvinalari bor. Qishda o'sha yer issiq bo'lib turadi deydi. Yozda salqin ekan. Bismillah deb birinchi xonamiz, asxonadan boshlaymiz. Asqazon qarni to'q bo'lsa balaga yemeydi deydi. Gazı, to'g'i, suvi bari problemasi yo'q deydi. O'zlari uchun отдельный uyning ichida kichigina dush isteb olgan. Bu tarafimiz zemli shay ishib o'tiradigan yeri bor ekan. Keng, remontlari da yaxshi. O'ng jag'imizga kirsak, birinchi xonamiz. Ota-onalar yotoqxonasini отдельный pesh qo'yibdi. Qishda на всякий случай o'tin o'sib o'tsa, o'tin jag'ib, isitib. Batareyalari da bor. Remont жағдайлары da жақсы. Екінші xonamiz. Bu xonamiz детский ekan. Remont жағдайлары o'rtacha qoldi. Üçüncü xonamiz zali, ya'ni mehmonxonasi. Mehmonxonasining ishinde gilemi qoladi, konditsioneri qoladi. Perdeleri qoladi ekan, divanlari bor. Lyustralar qoladi. Buning aytıluu bahasına kelетін болсақ, 450 million aytылып атырыпты. Келісімлі бақада қатып қалған сенас жоқ ағайлар. Gujumdan kengişlikten жай іздеп жүргендерге жіберейік, лайк басайық, подписка басайық. Үйімізден келіп, осы баққа қарай өткенде, осы бағымыз екен 12 сотық. Су келеді дейді, постоянный су бар дейді. Бұл жерде су жоқ деген зат жоқ, өз жоқ. Су жоқ болса бұндай бақ болмайды, көрдіңіз. Алма, ерек, берік бәрі бар құлласы. Бұма бизнесі жақсы.